Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. 1 iyulgacha pensionerlarga berilishi kerak bo'lgan summalar, yangi ro'yxat. Kimlar bu pulni olishi mumkin? Kimlar kutib o'tirmasligi kerak? Va eng muhimi, pulingiz kechiksa nima qilish kerak? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner ota-ona. Bu bobo yoki nogironlik pensiyasi oluvchi yaqin inson bor. Agar siz buni bilmasangiz, o'zingizga tegishli mablag'ni vaqtida talab qila olmasligingiz mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bitta oddiy xabar ham kimningdir pulini saqlab qolishi mumkin. Men avval vaziyatni oddiy tilda tushuntiraman. Ko'p pensionerlar har oy pensiya keladigan sanani kutadi. Kimdir bank kartasiga oladi, kimdir naqd pul shaklida yetkazib berilishini kutadi. Kimdir esa mahalla, bank, pochta yoki pensiya bo'limi orqali aniqlashtirishga majbur bo'ladi. Muammo shundaki, ayrim hollarda pensionerga tegishli pul o'z vaqtida tushmaydi. Summada farq bo'ladi. Qo'shimcha to'lov hisobga olinmaydi yoki pensioner yangi ro'yxatga kiritilmaganini bilmaydi. Oldin ko'pchilik shunday o'ylardi. Pensiya davlat tomonidan avtomatik beriladi. Men hech narsa qilmasam ham bo'ladi. Asosiy pensiya odatda avtomatik hisoblanadi. Lekin amaliyotda turli sabablar bo'ladi. Hujjatdagi xatolik, yashash manzili almashgani, bank kartasi muddati tugagani, fuqaroning maqomi o'zgargani, nogironlik guruhi qayta tasdiqlanmagani, staj bo'yicha ma'lumotlar to'liq kiritilmagani, qarzdorlik yoki ijro hujjati bo'yicha ushlab qolishlar, shuningdek qo'shimcha to'lovlar bo'yicha ro'yxat yangilangani. Mana shunday vaziyatlarda odam nima uchun menga kam tushdi yoki nega boshqa berildi, menga berilmadi deb qoladi. Hozir esa aholi orasida 1 iyulgacha pensionerlarga muayyan summalar berilishi kerakligi haqida gaplar ko'paymoqda. Men bu masalada eng muhim narsani aytaman. Har qanday pul masalasida aniq hujjat, rasmiy qaror, hisob-kitob va shaxsiy holat muhim. Hamma pensioner bir xil summa oladi deb o'ylash xato. Kimningdir pensiyasi yoshga doir, kimniki nogironlik bo'yicha, kimniki o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha, kimdir qo'shimcha ustama oladi. Kimdir ijtimoiy nafaqa oladi. Kimdir esa qayta hisob-kitob natijasida farq pul olishi mumkin. Shuning uchun bugun men sizga kimlar albatta tekshirish kerakligini, kimlar xavotir qilmasligini va 1 iyulgacha qanday qadamlar qo'yish zarurligini batafsil tushuntiraman. Birinchi navbatda yangi ro'yxat deganda nimani tushunish kerak? Odatda bunday ro'yxatlar pensiya yoki nafaqa oluvchilarning ma'lumotlarini yangilash, qo'shimcha to'lovga haqli shaxslarni aniqlash, qayta hisoblangan summalarni belgilash yoki yetkazib berilishi kerak bo'lgan mablag'larni tartibga solish uchun tuziladi. Bu ro'yxatda odamning familiyasi, tug'ilgan yili, pensiya turi, bank hisob raqami, yashash manzili, to'lov holati va ayrim hollarda qo'shimcha imtiyozga asos bo'lgan ma'lumotlar tekshiriladi. Masalan, bir pensioner 68 yoshda u yoshga doir pensiya oladi. Uning har oylik pensiyasi shartli misol sifatida aytaylik 1.200.000 so'm. Agar hukumat qarori bilan pensiya miqdori oshirilgan bo'lsa yoki qayta hisob-kitob natijasida unga oldingi oylardan farq puli to'lanishi kerak bo'lsa, bu farq alohida ko'rinishi mumkin. Masalan, aprel oyidan yangi hisob kuchga kirgan, lekin amalda may oyida eski miqdor tushgan bo'lsa, iyungacha yoki iyulgacha o'sha farq qo'shib berilishi kerak bo'lishi mumkin. Bu yerda asosiy savol: sizga haqiqatan ham farq pul hisoblanganmi yoki yo'qmi? Ikkinchi misol. 74 yoshli onaxon pensiyasini bank kartasiga oladi. Uning kartasi muddati tugagan, lekin u buni sezmagan. Pensiya hisoblangan. Lekin karta faol bo'lmagani sababli pul tushmagan yoki qaytgan bo'lishi mumkin. Onaxon menga pensiya berilmadi deb o'ylaydi. Aslida esa muammo bank rekvizitida bo'ladi. Bunday holatda pensiya bo'limi pulni bermay qo'ygani emas, balki texnik sabab bilan to'lov o'tmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, birinchi tekshiriladigan narsa bu karta, hisob raqami va SMS xabarnoma. Uchinchi misol, nogironlik pensiyasi oluvchi fuqaro bor. Unga nogironlik guruhi ma'lum muddatga berilgan. Agar tibbiy mehnat ekspert komissiyasi bo'yicha qayta ko'rik muddati o'tib ketgan bo'lsa, to'lov vaqtincha to'xtashi yoki qayta tasdiqdan keyin tiklanishi mumkin. Bu holatda odam men yangi ro'yxatdan tushib qoldimmi deb o'ylaydi. Aslida esa sabab hujjatning muddati tugaganida bo'lishi mumkin. Demak, nogironlik bo'yicha pensiya yoki nafaqa oluvchilar 1 yilgacha albatta hujjat muddati.
komissiya qarori va pensiya bo'limidagi ma'lumotlar to'g'ri kiritilganini tekshirish kerak. 4-misol. Boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha nafaqa yoki pensiya olayotgan oila bor. Farzand maktabda yoki kollej, texnikum, oliy ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, ayrim to'lovlar uning o'qish holatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar o'qish to'g'risidagi ma'lumot yangilanmagan bo'lsa, to'lov to'xtashi yoki kamayishi ehtimoli bor. Bunday oilalar menga pul berilishi kerak edi deb kutib o'tirmasdan o'qish joyidan ma'lumotnoma, shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar va bank rekvizitlarini tayyorlab qo'yish kerak. Endi kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerakligini sanab o'taman. Birinchidan, pensiyasi oxirgi oyda odatdagidan kam tushganlar. Masalan, har oy 1 million 500 ming so'm olib yurgan odamga 1 million 200 ming so'm tushsa, buni shunchaki shunday bo'lsa kerak deb qabul qilmaslik kerak. Sababini so'rash kerak. Ushlab qolish bormi? Qayta hisob bormi? Ijro hujjati bormi? Bank komissiyasi bormi? Yoki xatolik bormi? Umuman pensiya tushmaganlar. Agar siz har oyning 10 sanasida olsangiz, lekin oy oxirigacha pul kelmasa, darhol tekshiring. 1 iyulgacha o'zi kelib qolar deb kutish ba'zan vaqt yo'qotishdir. Chunki muammo sizning hujjatingizda bo'lsa, siz murojaat qilmaguningizcha hal bo'lmasligi mumkin. 3-dan, yaqinda yashash joyini o'zgartirgan pensionerlar. Manzil o'zgarsa, ayrim tizimlarda ma'lumot yangilanishi kerak bo'ladi. Ayniqsa, pulni uyga yetkazib berish orqali oladigan keksalar uchun bu juda muhim. Pochta yoki yetkazib beruvchi eski manzilga borishi, yangi manzil esa tizimda ko'rinmasligi mumkin. 4-dan, yaqinda bank kartasini almashtirganlar. Yangi karta ochilgan bo'lsa ham, pensiya tizimida eski karta yoki eski hisob raqam turgan bo'lishi mumkin. Bank kartangiz cho'ntagingizda bo'lgani bilan. Pensiya aynan o'sha kartaga bog'langan bo'lmasa, pul tushmaydi. Buni bankdan ham, pensiya bo'limidan ham aniqlash kerak. 5-dan, ish staji yoki ish haqi bo'yicha oldin hujjat topshirgan, lekin natijasini bilmaganlar. Masalan, odam 35 yil ishlagan, lekin tizimda 28 yil ko'rgan bo'lishi mumkin. Keyin arxidan hujjat topilib, staj qo'shilsa, pensiya qayta hisoblanadi. Ana shunda farq puli chiqishi mumkin. Bunday odamlar uchun 1 yilgacha bo'lgan muddat juda muhim bo'lishi mumkin. Chunki qayta hisob natijasida to'lanadigan summa aniqlanishi yoki tasdiqlanishi kerak. Kimlar xavotir qilmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz har oy o'z vaqtida to'liq miqdorda tushayotgan bo'lsa, kartangiz faol bo'lsa, hujjatlaringizda o'zgarish bo'lmasa, nogironlik muddati yoki nafaqa asoslari bo'yicha muammo bo'lmasa, unda ortiqcha vahima qilish kerak emas. Lekin baribir bir marta tekshirish zarar qilmaydi. Chunki ba'zan odam o'ziga qo'shimcha to'lov hisoblanganini bilmay yuradi. Men ko'rgan holatlarda pensioner menga shunchasi yetadi deb yuradi. Lekin aslida staj bo'yicha yoki imtiyoz bo'yicha qayta hisob talab qilishga haqli bo'ladi. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, hamma summa bir kunda tushmaydi. Ayrimlar qo'shnimga bugun tushdi, menga tushmadi. Demak, meni ro'yxatdan chiqarib yuborishgan deb o'ylaydi. Bu har doim ham to'g'ri emas. To'lovlar hudud, bank, pensiya turi, yetkazib berish usuli va texnik jarayonlarga qarab bosqichma-bosqich amalga oshirilishi mumkin. Shuning uchun bir kunlik farq vahima uchun asos emas, lekin bir necha kun yoki bir hafta kechiksa tekshirish kerak. Ikkinchi nozik jihat, kartaga tushgan summa bilan hisoblangan summa farq qilishi mumkin. Nega? Chunki ayrim hollarda qarzdorlik bo'yicha ushlab qolish bo'ladi. Masalan, aliment, kredit bo'yicha sud qarori, kommunal qarzdorlik bo'yicha ijro hujjati yoki boshqa rasmiy undirish bo'lsa, pensiyadan ma'lum qism ushlab qolinishi mumkin. Bunday vaziyatda pensioner davlat menga kam berdi deb o'ylaydi. Lekin aslida pulning bir qismi majburiy tartibda ushlab qolingan bo'ladi. Buni aniqlash uchun ijro byurosi yoki bankdan ma'lumot olish kerak bo'ladi. 3-chi nozik jihat. Qo'shimcha to'lov har doim ham doimiy pensiya oshgan degani emas. Masalan, sizga bir martalik farq puli berilishi mumkin. Bu keyingi oy ham xuddi shunday ko'p summa tushadi degani emas. Odamlar ko'pincha bir oyda 2 million tushsa, keyingi oy ham shunday bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin agar bu oldingi oylar uchun farq bo'lsa, keyingi oy odatdagi yangi miqdor tushadi. Shuning uchun kelgan summaningizni bilish muhim. 4-chi nozik jihat, nafaqa va pensiya bir xil tushuncha emas. Ko'pchilik hammasini pensiya deb ataydi.
lekin yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, moddiy yordam va bir martalik to'lovlarning huquqiy asoslari boshqacha bo'lishi mumkin. Siz qaysi turdagi to'lovni olayotganingizni bilmasangiz, kimdan nima talab qilishni ham aniq bilmaysiz. Shuning uchun hujjatingizda to'lov turi qanday yozilganini tekshiring. 5-nozik jihat. Ro'yxatga tushish uchun ba'zan ariza kerak bo'ladi. Ba'zi to'lovlar avtomatik hisoblanadi. Lekin ayrim imtiyozlar uchun fuqaro hujjat taqdim etish kerak bo'ladi. Masalan, hisobga olinmagan ish staji, urush yoki mehnat faxriysi maqomi, nogironlik bo'yicha qo'shimcha hujjat. Qaramog'ida bo'lgan shaxslar haqidagi ma'lumot, o'qish joyidan ma'lumotnoma kabi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Agar odam ular o'zlari biladi deb yursa, tizimda bunday ma'lumot bo'lmasligi mumkin. 6-nozik jihat. Og'zaki gapga ishonib qolmang. Mahallada kimdir hamma pensionerga falon so'mdan berilar ekan desa, bu rasmiy ma'lumot degani emas. Men sizga ekspert sifatida shuni maslahat beraman. Har bir xabarni rasmiy manbadan tekshiring. Pensiya jamg'armasi, mahalliy pensiya bo'limi, bank, davlat xizmatlari markazi yoki rasmiy hukumat axborot kanallari orqali aniqlashtiring. Internetdagi har bir xabar ham to'g'ri bo'lavermaydi. Ayniqsa pasport rasmingizni yuboring. Kartangiz raqamini yozing. Kod keladi. Ayting, pensiya pulingizni chiqarib beramiz degan odamlardan ehtiyot bo'ling. Bu firibgarlik bo'lishi mumkin. 7-nozik jihat. Bank kartasi ma'lumotlarini hech kimga bermang. Pensiya yoki farq puli olish uchun hech qachon SMS kod, karta paroli, ilova paroli kerak bo'lmaydi. Agar kimdir telefon qilib, siz 1 yilgacha ro'yxatga kiritildingiz, pul tushirishimiz uchun kodni ayting desa, darhol suhbatni to'xtating. Rasmiy tashkilotlar sizdan bank parolini so'ramaydi. Ko'p keksalar aynan shunday aldovga uchraydi. Ular pensiya kutayotgan paytda firibgarlar shoshiltiradi, qo'rqitadi. Bugun oxirgi kun deydi. Men bunday holatda bitta qoidani aytaman. Pul beradigan tashkilot sizdan maxfiy kod so'ramaydi. 8-nozik jihat. Pensioner vafot etgan bo'lsa, to'lov masalasi alohida tartibda ko'riladi. Ba'zi oilalar marhumning kartasiga pensiya tushishini kutadi yoki tushgan puldan foydalanadi. Bu juda ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan masala. Qonuniy tartibda dafn puli, meros, to'lanmay qolgan pensiya summasi kabi masalalar alohida hujjatlar bilan hal qilinadi. Shuning uchun bunday vaziyatda oila a'zolari pensiya bo'limiga murojaat qilib, qanday hujjat kerakligini aniq so'rash kerak. 9-nozik jihat. Chet elda vaqtincha bo'lgan pensionerlar ham o'z holatini tekshirishi kerak. Agar pensioner uzoq muddat boshqa joyda bo'lsa, ayrim ma'lumotlarni tasdiqlash, bank kartasini faol saqlash yoki ishonchnoma orqali masalani hal qilish kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa, karta bloklangan bo'lsa yoki telefon raqam ishlamasa, pulni olish qiyinlashadi. Endi eng muhim qism. Siz nima qilishingiz kerak? Men buni aniq qadamlar bilan aytaman. Birinchi qadam, oxirgi 3 oyda tushgan pensiya summalarini tekshiring. Bank ilovasidan ko'ring, SMS xabarlarini solishtiring yoki bankdan mini ko'chirma oling. Har oy qancha tushganini yozib chiqing. Masalan, aprel 1.300.000 so'm, may 1.300.000 so'm, iyun 1.100.000 so'm. Shunda siz farq bor yo'qligini ko'rasiz. Ikkinchi qadam, pensiya miqdori nima asosida o'zgarganini aniqlang. Agar summa oshgan bo'lsa, bu doimiy oshishmi yoki bir martalik farq pulimi, shuni so'rang. Agar kamaygan bo'lsa, nima ushlab qolinganini so'rang. Bank bu masalada to'lov kelganini ko'rsatadi, lekin hisob kitobni pensiya bo'limi tushuntiradi. 3-qadam, mahalliy pensiya bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz borsangiz, pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni, bank kartasi rekvizitlari, oldingi qarorlar, nogironlik ma'lumotnomasi, mehnat daftarchasi yoki stajga oid hujjatlarni olib boring. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, yaqin qarindoshi ishonchnoma yoki qonuniy vakillik hujjati bilan murojaat qilishi mumkin. 4-qadam, yozma ariza qoldiring. Og'zaki so'rab qaytib ketish ko'p hollarda yetarli emas. Arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin. Menga tayinlangan pensiya miqdori, oxirgi oylar bo'yicha to'lovlar 1 iyulgacha to'lanishi kerak bo'lgan farq summalari mavjud yoki mavjud emasligi haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Arizada telefon raqamingizni, manzilingizni va sanani yozing. Arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki ro'yxat raqamini oling. 5-qadam, bank rekvizitlarini tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Karta bloklanmaganmi?
Telefon raqam kartaga ulanganmi? Hisob raqami faolmi? Shularni bankdan aniqlang. Agar karta almashtirilgan bo'lsa, yangi rekvizitlar pensiya bo'limiga yetib borganini tekshiring. Men ko'p marta ko'rganman, odam yangi karta oladi. Lekin pensiya eski hisobga yuboriladi yoki to'lov qaytib ketadi. 6-qadam, agar staj bo'yicha shubha bo'lsa, arxiv hujjatlarini yig'ing. Mehnat daftarchasi, ish joyidan ma'lumotnoma, arxiv ma'lumoti. Ish haqi haqidagi hujjatlar pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, siz 1995 yildan 1995 yilgacha zavodda ishlagansiz, lekin bu davr tizimda to'liq ko'rinmayapti. Shu davr tasdiqlansa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Bu har doim katta summa beradi deb kafolatlab bo'lmaydi, lekin tekshirishga arziydi. 7-qadam, nogironlik bo'yicha to'lov oluvchilar qayta ko'rik muddatini tekshirsin. Tibbiy xulosa muddati tugagan bo'lsa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Agar muddat uzaytirilgan bo'lsa, yangi ma'lumot pensiya tizimiga kiritilganini aniqlang. Ba'zi hujjat bor, lekin tizimga kech tushadi. Shunda to'lov ham kechikadi. 8-qadam. O'qiyotgan farzand bo'yicha to'lov bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma oling. Unda farzandning kunduzgi bo'limda o'qishi, kursi, o'qish muddati ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Bu hujjat o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lovlarda muhim bo'lishi mumkin. 9-qadam. Agar sizga ro'yxatda yo'qsiz deyishsa, sababini so'rang. Faqat yo'q degan javob bilan cheklanib qolmang. Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi ma'lumot noto'g'ri? Qayta ko'rib chiqish uchun nima topshirishim kerak? Yozma javob bera olasizmi deb so'rang. Yozma javob bo'lsa, keyingi bosqichda yuqori tashkilotga murojaat qilish osonroq bo'ladi. 10-qadam. Firibgarlardan himoyalaning. Hech kimga SMS kod aytmang. Karta raqamini amal qilish muddatini CVV kodni yubormang. Telegram yoki boshqa messenjerda pensiya puli chiqdi, ariza to'ldiring degan shubhali havolalarga kirmang. Rasmiy davlat xizmatlaridan foydalaning yoki bevosita tashkilotga boring. Yana bir amaliy misol keltiraman. Faraz qilaylik, otaxon har oy 20 million 100 ming so'm pensiya oladi. Iyun oyida unga 20 million 60 ming so'm tushdi. U xursand bo'lib, endi pensiyam 20 million 60 ming bo'libdi deb o'ylaydi. Lekin aslida 300 ming so'm oldingi oylar farqi, 200 ming so'm esa bir martalik qo'shimcha bo'lishi mumkin. Keyingi oy yana 1 million 100 ming yoki yangi hisob bo'yicha boshqa summa tushishi mumkin. Shuning uchun kelgan pulni ko'rishning o'zi yetmaydi. Uning tarkibini bilish kerak. Boshqa misol. Onaxon har oy 20 million 400 ming so'm olgan, lekin iyunda 9 ming so'm tushgan. U menga noto'g'ri hisoblashdi deydi. Tekshirilsa, ijro hujjati asosida ushlab qolish bo'lgan bo'lishi mumkin. Agar ushlab qolish noto'g'ri bo'lsa, uni alohida tartibda bekor qilish yoki qayta ko'rib chiqish kerak. Agar to'g'ri bo'lsa, pensiya bo'limi emas, ijro organi bilan masalani hal qilish kerak bo'ladi. Yana bir holat. Pensioner qishloqdan shaharga ko'chib kelgan. Pensiya naqd yetkazib berilgan, lekin yangi manzil rasmiylashtirilmagan. Yetkazib beruvchi eski manzilga boradi. Pensioner esa shaharda kutadi. Bunday holatda pul yo'q olib ketmaydi, lekin kechikadi. Muammoni hal qilish uchun manzilni yangilash va to'lov usulini aniqlashtirish kerak. Men tavsiya qiladigan eng to'g'ri yo'l shuki, 1-iyulgacha kutib o'tirmang. Bugunoq o'z holatingizni tekshiring. Agar hammasi joyida bo'lsa, xotirjam bo'lasiz. Agar muammo bo'lsa, uni vaqtida tuzatasiz. Pensiya masalasida bir kunning ham ahamiyati bor. Chunki hujjat kechiksa, to'lov ham kechikadi. Odam esa o'ziga kerakli dori-darmon, oziq-ovqat yoki kommunal to'lov uchun qiynalib qoladi. Xulosa qilib aytaman. 1-iyulgacha pensionerlarga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan summalar masalasida eng muhim narsa vahma emas, aniq tekshiruvdir. Hamma bir xil pul olmaydi. Har bir pensionerning holati alohida ko'riladi. Pensiya kamaygan, kechikkan, umuman tushmagan, karta almashtirilgan, manzil o'zgargan, nogironlik muddati tugagan yoki staj bo'yicha hujjat topshirilgan bo'lsa, albatta pensiya bo'limi va bank orqali aniqlashtiring. Ariza yozing. Hujjatlarni tayyorlang. Yozma javob oling va maxfiy karta ma'lumotlarini hech kimga bermang. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Pensiyangiz vaqtida tushyaptimi, summa o'zgardimi? Farq pul oldingizmi yoki hali kutyapsizmi? Sizning tajribangiz boshqa pensionerlarga yordam berishi mumkin. Videoni yaqinlaringizga yuboring, like bosing va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda ham pensiya, nafaqa, imtiyoz va davlat to'lovlari bo'yicha
eng kerakli ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirib boraman.